12 ming o'rtacha yuramiz deyaptilar, 350-400 yuramiz deyaptilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, charchamayapsan tushunibsizlar. Hozir shofyorlar bilan gaplashdik, navbatdagi Blackline BT 160 modelimiz 385 ga 63 22,5 передний universal balonimiz hozir tanarga taqilgan, syomka qiling, katta mashina ham 60 tonnali tanarimiz. Xo'p, yanvarda olgan ekanlar, oyiga 12 ming o'rtacha yuramiz deyaptilar, 350-400 yuramiz deyaptilar. Mana ko'rishingiz mumkin ahvolni 72 ming 75 ming atrofida yurgan. Hali tishi bor, hali xizmat qiladi. Nasib bo'lsa, yana bir 50-60 ming bemalol yuradi. Tanardi, bilasizlar qanaqa sharoit yurishini. Mana Blackline'ni sifatini aka tavsiya qilasizmi? Ha, tavsiya qilaman. Tavsiya qilar ekanlar. O'zlari chiqishga hijolat qildilar. Mana orqadagi balonni ham ko'ringlar. Orqada ham mana turibdi. Biz ham Blackline BD 280 mana ko'rishingiz mumkin 315-80-22,5. Videoni uzmang. Orqasiga arzonchi mana gaz videolar taqishdi. Orqasida mana Blackline turgan ekan. Bu ham yaxshi yurgan. Men ko'proq mana bunga ana qolma 100 mingdan o'tibdi men bilasiz. Yaqinda taqishdi, lekin mana qiziq bu 100 mingdan oshib yuribdi. 315-80-22,5 BD 210 modelimiz, yana mana shu 100 mingdan oshib yurdi. Mana kishini ko'rishingiz mumkin. Mana mashinani ham ko'rsating. Nechta tonna yuk ortasizlar? 90 tonna yuk ortishyapti. 97 tonna ham ortsa ekan. Blackline'ga kelinglar, kutamiz, sifatli balonlar sizlar uchun har doim.